Assalomu alaykum hurmatli Ishtixon baraka uylarida obunachilari. Bugun biz aynan Ishtixon shahri hududida joylashgan umumiy maydoni 40 sotikga yaqin imorati bilan polni ishlab chiqarishga moslashtirilgan imoratlar ham bor. Qo'shib sotiladi. Dokument 100% turar, noturar emas, turar joy. Xo'p, lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Zotaka Xozmakda shu bozor joylashgan, bozorda ro'parasida taxta sklat. O'rtalikdan kirib kelaverishda, ya'ni Ishtixon City domlariga yetmasdan o'ng tomonda qayrilish. Kirib kelaverishda mana bu joylarni ham ko'rsatib o'tib ketaylik-da birdan. Mana shu ariqning orqa tomoni, mana shu zdaniyamiz orqa tomoni ham. Endi ariq haqqi bor, lekin baribir mana shu joy egalariga qaraydi. O'zi asli bu joyimizda avval ko'p qo'yganmiz. Ko'p emas, o'zi 2 marta qo'ygandik. Mana shu o'rtaligi sotilib ketgan, 30 sotiq sotilgan. Hozir yo buni ham ishlab chiqarish qilgan yoki uy qilib turib kimdir balki istiqomat qilayotgandir. Mana shu tomonda Qalandar qishlog'i. Menimcha bu yerda gazlar ham bor, ha. Gaz, svit, suvdan muammosi yo'q. Dokument aytib o'tganimizdek 100% toza. Dokumentda hech qanaqa masalasi yo'q. Remontlarni endi bitta yuvib chaysa, mana shu tashqi tomoni kroshka bilasizlar o'lmaydigan fasad. Mana bu yerda bitta xonasi joylashgan. Endi xonalar oddiy обычный holatda. Qanday remontli xona emas. Mana bu yerda ham ko'rsatib o'tib ketsak, bu yerda ham katta bitta kengash xona joylashgan. Bu xonalarimizda ichkarisiga ham kirsa bo'ladimi bu ichkarisiga? Ichkarisiga ko'rsatib o'tib ketishimiz kerak, lekin ancha bo'lib ketganda kirilmaganiga. Bismillah. Xo'p. Endi bu yer o'sha bitta zal chasi ham pol qilinmagan, korobka holatda dedi. Montaj ishlari qilingan, toklar o'tkazib ketilgan. Mana bu yerda bitta hol yana qo'shimcha yotoqxona deyiladimi? Xo'p, mana endi bu yerda bitta spalni joylashgan menimcha. Chunki ichkarida sanuzellar bilan ko'rsatib o'tib ketaylik. Endi ancha vaqt bo'ldi aka bu yerga uncha-munchaga tashrif buyurmaymiz dedi. O'shaning mana bu tartanaklarga e'tibor bermaysizlar. Endi ichkarida ham ko'rsatib ekan. Ko'rsatib o'tildimi? Romlari yangi romlar qo'yilgan. Malla. Eng svetnoy rang. Buni menimcha hamma biladi. Qalin, yaxshi akfalardan qo'yilgan. Naves ko'rib turibsizlar, Navesni o'ziga katta summa kirib ketmaydi-yu deganlar bor-da, misol uchun kanalimizni ko'pchilik kuzatadi. Nega buncha katta summa aytasizlar? Joylarni nega buncha qimmat aytasizlar deydi. Yo'q, endi qurilish ham bor-da ustida. Bu qurilish ham o'z-o'zidan kelib qolmaydi. Tekinga hech kim bermaydi mahsulotni. Ko'rib turganingizdek, hozir 1 metr temir so'rasangiz, temir bozorda 100 ming so'm deydi, 150 ming so'm deydi. Qancha armatura ketgan, qancha mana bu regellarni ko'rsatib o'ting mana ularni. Ular ham temirdan, taxta kamdan kam ishlatilgan. Mahsulotni o'zi falon so'm turadi. Mana bu yerda orqa tomonga o'tadigan menimcha shu boyagi ko'rsatib o'tgan joyimiz, birinchi ko'rsatib o'tgan joyimizga darvoza. Xo'p, mana bu joyimizni o'zi asli ishlab chiqarish uchun qilingan ekan. Hozir kecha kunduzda ko'rib turganingizdek, eng barakatli narsa qo'y ishlab chiqaryapmiz bu yerda. Siz mana shu yerda vaqtinchalik qo'yxona qilib qo'ysangiz, zo'r joy ekan. Mana ko'ryapsizmi? Ha, sotamiz. Xo'p, endi toklari menimcha 3 faz, ha? 3 faz tok kelgan, tayyor ishlab chiqarish, biznes yoki qanaqadir bir o'zingizni bir brendingizni yaratmoqchi bo'lsangiz, ayni muddo, ayni zo'r lokatsiya. Men qayta-qayta aytaman, bunaqangi lokatsiyani topish juda ham qiyin. Tayyor bog'imiz bor mana. Bu yerda men o'sha musofirdagi yurtdoshlarimiz ayniqsa ko'rgan, g'arb pishgan payti, mana shu 30 sotiq sotgan paytimiz kelgandik bu yerga. Shaftoli, olma, nok hammasi mana shu yerda bor. Glozgacha ekib qo'yganman dedi. Shodiyor Baxtiyorov bemalol bog'dorchilikdan ham xabar bo'ladigan odam bo'lsa, mana shu yerda o'zidan ham ancha mahsulot chiqadi. Bozorbop mahsulotlar chiqadi. Faqat qarashga bog'liq dedi. Mana shu darajagacha aynan mana shu joyda egasi yetkazib qo'ygan, bu yog'iga o'ldirib qo'ymasanglar bo'ldi. Ko'rib turganingizda mana shu umumiy 40 sotiq joyimiz, suv mana chiqadi, yerimiz unumdor, dokumentimiz aytib o'tganimizdek 100% toza. Imoratimiz bor. Agar mana bu korobkalarda yog'-yog'ini to'g'rilab, usti yopilgan, ko'rib turganingizdek yangi imorat. Yashab ham biznesingizni ham rivojlantiraman desangiz, qulay lokatsiya, gazdan muammosi yo'q. Bemalol pastda nomerlarni qoldiramiz, tortinmasdan, xijolat bo'lmasdan. Bu endi savdo. Qanaqangi kelish o'zlaringizga bog'liq. Bo'lib to'lashga balkim berib qolar, balkim 2 bo'lib to'lashga yoki naqdga arzonroqqa berib qolar. Bemalol telefon qilaverish kerak. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorov, maxsus Ishtixon barakali uylar jamoasi srojna aloqaga chiqib, baraka qilishga shoshilish kerak.